Nega ba'zi bir bemorlar 6 oy davomida yoki 1 yil davomida davo muolajasini oladi, natija bo'lmaydi. Yana kimdir yillar davomida tizzaga davo oladi, ularda ham natija bo'lmaydi. Bugun sizlar bilan mana shu muammolarni bartaraf qilish bo'yicha, ya'ni tizza bo'g'imi artrozini davolashdagi asosiy xatolar bo'yicha gaplashamiz. Ko'pchilik bemorlar tizza bo'g'imi artrozini davolashda faqat og'riqni bartaraf qilsam bo'ldi, menda kasallik davolandi degan xato fikrga ega. Ya'ni og'riq qoldiruvchi dorilar, yallig'lanishga qarshi dorilarni qabul qilish natijasida bemordagi kasallik rivojlanishni to'xtatmasdan bu holatda aynan simptom davolanadi. Ya'ni og'riq bartaraf bo'ladi yoki qizarish yoki achish bo'lsa, dori-darmon natijasi mana shu holatlar yo'qoladi. Lekin kasallikning asosiy sababi, ya'ni bo'g'imni yemirilishini bundan bee'tibor qoldiradi. Birinchi sabab, bu holatda ko'p ana shu og'riqqa qarshi yechim izlashadi. Bu birinchi katta xato aynan tizza bo'g'imini artrozini davolashda. Siz tizza bo'g'imi artrozini davolashda diklofenak degan ukol yoki og'riq qoldiruvchi turdagi boshqa dori-darmonlarni bilasiz, ya'ni Bolnol, Kupen va shunga o'xshash shu turdagi mazlardan foydalanasiz. Siz mana shu dorilarni qabul qilganingizda sizda vaqtinchalik illyuziya beradi, ya'ni vaqtinchalik sizga effekt beradi. Lekin bu tizza bo'g'imiz artrozga to'laqonli yechim bo'lmaydi. Ya'ni siz tizza bo'g'imini yemirilishini bu to'xtatmaydi, faqat asosiy bo'ladigan simptomni yo'qotadi. Siz o'ylaysizki, bu holatda kasallikka davo topdim deb bo'lasiz. Bu birinchi xato hisoblanadi. Keyingi xatolardan ko'p takrorlanadigan narsa tizza bo'g'imiga ukol qildirish. Bu ham gormon sostavga ega bo'lgan tizza bo'g'imi inyeksiyalarini qilish. Jahon sog'liqni saqlash standarti bo'yicha tizza bo'g'imiga ukol qilishda yiliga bor yo'q 3 marta tavsiya etilgan. Agar ko'pchilik mutaxassis tomonidan ham hamda ko'pchilik bemorlar tarafdan ham tizzaga ukol olsa, holbuki tizza bo'g'imidagi artrozdan bartaraf bo'lganlik. Yo'q, bu tizza bo'g'imiga ukol olgan taqdiringizda ham siz tizza bo'g'imi muammosini hal qila olmaysiz. Ya'ni artrozni bu bilan davolab bo'lmaydi. Keyingi xatolardan biri tizza bo'g'imiga inyeksiya qilish. Tizza bo'g'imi inyeksiyalari bir qancha turlari bor. Ular nimaga kiradi? Bunga gormonoterapiya, ya'ni Dipraspan degan ukollarni eshitgansizlar, yoki boshqa turdagi gormonlarni eshitgansizlar. Bular ham vaqtinchalik tizza bo'g'imidagi muammoni bartaraf qiladi. Agar uzoq muddat buni oladigan bo'lsangiz, yana ham tizza bo'g'imini yemirilishini yana ham kuchaytiradi. Tizza bo'g'imi artrozini bu holatda yechim bo'lmaydi. Ikkinchi holatda tizza bo'g'imi suyuqligi o'rnini bosuvchi gialuronoviy kislota. Mana shu narsani alohida xabaringizlar bor. Ko'rgansizlar, spetsional shpritsda tayyor holatda bo'ladi. Buni ham tizza bo'g'imiga qilish juda ham urch olgan. Vaholanki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bo'yicha qabul qilingan standart bor. Tizza bo'g'imiga yiliga bor yo'q 3 marta inyeksiya qilishga tavsiya beradi. Undan ortig'i davo muolaja hisoblanmaydi. Bizda nabarot, bizda mana shunaqa tizza bo'g'imi muammolarida har oyda ila har 2 oyda ila har 3 oyda tizza bo'g'imi inyeksiyalarini oladi. Bu ikkinchi o'rindagi xatolik, ya'ni tizza bo'g'imini davolashdagi asosiy bitta xatolardan mana shu narsa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu holatda nima uchun bu yerda xato? Nega mana shu holat? Chunki gormonoterapiya olganda vaqtinchalik og'riqni qoldirish hisobiga tizza bo'g'imi vaqtinchalik og'riqni qoldirishgani hisobiga tizza bo'g'imi artrozini yana ham kuchaytirib yuboradi. Shu taraflama asosiy xato hisoblanadi. Keyingi xatolardan biri mushaklarning kuchsizligi. Ya'ni tizza bo'g'imini o'rab turuvchi mushaklar to'plami bor, ya'ni guruhi bor. Mana shu muskulni kuchsizligi tizza bo'g'imidagi bosimni yanada kuchaytiradi. Agar mana bu ko'rib turgan muskulingiz bu tizza bo'g'imini qoplab turuvchi asosiy mushak, ya'ni 4 boshli mushak hisoblanadi. Mana shu mushakni 10% kuchsizlanishi tizza bo'g'imiga 40% nagruzkani oshishiga sabab bo'ladi. Qachonki mana bu mushak, ya'ni tizza bo'g'imini o'rab turuvchi muskul kuchli bo'ladigan bo'lsa, tizza bo'g'imiga nagruzka kam tushadi. Mana shu mushakni kuchaytirganingiz tizza bo'g'imiga yuklamani kam tushishiga sababchi bo'ladi. Vaholanki buni natijasida artrozning rivojlanishini oldini olgan bo'lasiz. Qabulimga keladigan bemorlarni
Bir qismi kuniga 10 ming qadam, 20 ming qadam yuraman degan bemorlar ko'p bo'ladi. Siz yurganingizda bir xil turdagi muskullar ishlaydi. Lekin asosiy o'rab turgan mushaklar unda bu holatda ishlamaydi. Shuning uchun sizga mana shu holatda siz yuraman, yuguryapman degan narsa sizni xayolingizda bu mashq bo'ladi. Bu bilan keyingi o'rindagi xatoga yo'l qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun to'laqonli bo'g'imni atrofini o'rab turgan mushaklarni har taraflama kuchlantirish kerak bo'ladi. Ya'ni buni chiniqtirish kerak bo'ladi. Keyingi xatolardan biri noto'g'ri tashxis bilan davolanish. Ya'ni kimda tizza bo'g'imida og'riq bo'lsa, ko'pchilik o'ylaydi, mana bo'g'imda artroz yoki artrit bor deb o'ylaydi. Bu keyingi o'rindagi xatolardan. Tizza bo'g'imidagi og'riq faqat artroz bo'lganda og'riq bo'lmaydi. Bu holatda tizza bo'g'imini boshqa strukturasi shikastlanganda ham artrozga o'xshash belgilar paydo bo'ladi. Ya'ni mins kiritilganda yoki tizza bo'g'imini o'rab turuvchi stabillikni ta'minlab beruvchi paylar majmuasi bor. Mana shu narsalar shikastlanganda yoki mushaklar disbalansi kelib chiqqan holatda yoki bel grijasi hisobidan og'riq tizzaga bergan holatda ham mana shu holatda ham tizza bo'g'imida artrozni belgilarini beradi. Mana shu holatda noto'g'ri tashxis orqali ham bemorlarda davolanish jarayoni ko'p xatolikka duch kelishadi. Bundan tashqari yana fizio lecheniyalarga haddan tashqari ko'p ishonish. Ya'ni magnit terapiya, elektroforez, massaj, mana shu turdagi lecheniyalarga ishonish ham shular orqali qanaqadir mo'jiza kutib yashash ham eng katta xatolardan biri. Vaholanki bu turdagi lecheniyalar ham sizni to'laqonli davo hisoblanmaydi. Xo'p, yechim nima deb o'ylaydigan bo'lsangiz, yechim yuqorida ta'kidlab o'tgan har bir holatga individual qarash kerak bo'ladi. Bemorni umumiy baholangandan keyin har bir bemor uchun individual tariqasida davo rejasini tuzib chiqish kerak bo'ladi. Bemorlarni davo jarayonida har bir narsani kompleksni olib borishga to'g'ri keladi. Og'riq qoldiruvchi ukol dori qabul qilishingiz ham, bo'g'imga ukol qilinishi, fizio lecheniyalar, reabilitatsion programmalar hammasini majmuaviy olib boriladigan bo'lsa, biz bemorga to'g'ri xulosa bergan bo'lamiz. Ya'ni to'g'ri davo muolajasini tuzgan bo'lamiz. Tana vaznimizni kontrol qila olmasak, ya'ni bizda semizlik yuqori darajada bo'ladigan bo'lsa, bu ham vaholanki artrozni rivojlanishi, tizza bo'g'imi kasalliklarini tezroq rivojlanishga sababchi bo'ladi. Agar biz 10 kilogramm ozadigan bo'lsak, bu holatda biz artrozni 2 yoki 3 darajasida bo'ladigan bo'lsa, biz 2 darajaga ko'chishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shu holatda biz ko'proq davo muolajalarini qilayotganda tana vazniga e'tibor berilmaydi. Mana shu keyingi o'rindagi xatolar bo'ladi. Mana shu xatolarni biz o'zimiz ongli ravishda o'zimiz biladigan bo'lsak, mana shu xatolarni takrorlamasdan doimo har bir muammoga individual tariqada yondashish kerak bo'ladi. Agar ushbu xatolardan qochadigan bo'lsangiz va sizga to'g'ri tashxis va to'g'ri davo rejasi tuzilgan bo'lsa, sizdagi tizza bo'g'im artrozi davolanishi tezlashadi. Ya'ni siz xohlagan natijaga erishishingiz mumkin. Agar bunday bo'lmaydigan bo'lsa, sizdagi mana shu xatolar, yuqorida sanalgan xatolar sizda kuzatiladigan bo'lsa, bu holatda uzoq muddat shu holatga ketadigan bo'lsa, tizza bo'g'imi artrozi qo'yilishigacha borishi mumkin. Agar davo muolajasi vaqtida yuqoridagi xatolar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, tizza bo'g'imida protezlash, ya'ni operatsiyagacha borishi mumkin. Davo muolajalarida bu holatlar sizda takrorlanish xohlamasangiz, men siz uchun individual tariqasida davo rejasini tuzib beraman. Tizza bo'g'imizdagi kasalliklaringizdan hamda artrozdan qutulishingizga yordam beraman. Buning uchun quyidagi raqamlar bilan menga aloqaga chiqing. Keyingi videolarda aynan uy sharoitida tizza bo'g'imini yengillatish, tizza bo'g'imini davolovchi 10 ta eng kuchli mashqlarni siz azizlarga taqdim qilaman. Salomat bo'ling.